Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrdonlar. Ushbu navisimiz go'zalligiga bitta e'tibor berasizlar. O'zgacha fasondagi navisimiz juda ham chiroyli chiqdi. Ushbu navisimizni Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga o'rnatib berganmiz. Akamiz Amerikadan turib zakaz berganlar. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Amerikalik akalar bemalol zakaz qilaveringlar. Mana shunaqa chiroyli navislar qilib beramiz inshaalloh. Ushbu navisimizni dabavichni listlari bilan tepasida pataloylariga listlar qilib berganmiz. Qadrdonlar, ko'ringlar, listlarini молочныйga sepib, qolgan yog'larini mebelniy qilib, chiroyli qilib sepib berganmiz. Juda ham chiroyli chiqdi. Akalarimiz mamnun. Xudo xolasa inshaalloh juda ham chiroyli qilib berdik. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz Farg'ona viloyati, Farg'ona shaharidanmiz. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat.